66-savol. Kislorodning hajmiy ulushi azonning massa ulushidan 1,2 marta kichik bo'lgan azon kislorod aralashmasining o'rtacha molar massasini aniqlang deb berilgan. Demak, bizga kislorod hamda azon berilgan. Ikkalasidan bittasiga 1 mol berib olsak bo'ladi. Iloji boricha molar massasi kattasi bo'lganiga mol bersak qulayroq bo'ladi. Ya'ni azonning molini 1 mol deb olamiz. Aralashmaning molini esa x mol deb olaman. Shunda kislorodning moli x minus 1 ga teng bo'ladi. Azonning moldan arab tashlasam kislorodga qoladi. Xo'p, kislorodning hajmiy ulushi deb beryapti. Hajmiy ulush kislorodniki azonning massa ulushidan kichik. Demak, hajmiy ulushini 1,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, azonning massa ulushiga teng bo'ladi. Kislorodning hajmiy ulushini topish uchun uning molini x minus 1 ni jami miqdorga x ga bo'laman hamda uni ko'paytiraman 1,2 ga. Xo'p. Endi azonning massa ulushini topish uchun 1 mol 48 gram bo'ladi. Jam massaga bo'laman. Jam massa 32x minus 32 plus 48 hisoblaymiz endi buni. Demak, pastki tomonni hisoblaydigan bo'lsak 32x plus 16 bo'ladi. 32x plus 16 ni ko'paytiramiz. Demak, 1,2x minus 1,2 ga tenglashtirib qo'yamiz 48x ga. Shundan x ni topib qo'yamiz. X ni topadigan bo'lsak 2 kelib chiqadi. Demak, dastlab 2 mol aralashma bo'lgan, mol nisbati 1 ga 1 bo'lgan. Ya'ni 1 mol kislorod bo'lgan, 1 mol azon bo'lgan. O'rtacha molar massasi 40 bo'ladi. Shuni boshqacharoq usulda ham ishlab ko'ramiz. Endi jami aralashmani x mol deb olmaymiz. Bir mol aralashma bor deb olamiz. Ya'ni kislorod bilan azonning jam miqdorini 1 mol deb oladigan bo'lsak, hop, agar azonning miqdorini x mol deb oladigan bo'lsak, kislorodning moli 1 minus x ga teng bo'ladi. Kislorodning hajmiy ulushi 1 minus x taqsim 1 bo'ladi. Ko'paytirilgan 1,2 barobar azonning massa ulushi 48x taqsim 32 minus 32x plus 48x. Ya'ni bu ham boyagi holat bilan bir xil bo'lyapti. Ya'ni baribir kvadrat tenglama bo'ladi. Yoki bittasini 1 mol, bittasini x mol deb hisob ko'radigan bo'lsak qanday bo'ladi? Ya'ni azonni 1 mol deb olamiz, kislorodni x mol deb olaman. Kislorodning hajmiy ulushini topish kerak. Demak, moli x ni bo'laman jam molga x plus 1 ga ko'paytiraman 1,2 ga. Azonning massa ulushi demak 48 taqsim 32x plus 48. Hop, 48 bilan 1,2 qisqarib ketadi. 40 bo'ladi. 40 ni x plus 1 ga ko'paytirsam 40x plus 40 bo'ladi. Teng 32x kvadrat plus 48x bo'ladi. Xo'p, bu degani 32x kvadrat plus 8x minus 40 teng 0 ga. Buni 8 ga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 4x kvadrat plus x minus 5 teng 0. Ushbu kvadrat tenglamani ishlaymiz va x ni topadigan bo'lsak 1 kelib chiqadi.